8 bab. Şuvaqlıq Bildad Ayubqa mundaq dedi. Bu gaplarni yana qachongacha qilasan? Eg'izdan chiqqan so'zlar xuddi bo'ronga o'xshar. Ajaba, Xudo adolatni ostin-ustin qilib yetarmi? Hammaga qodir Xudo haq nohaqni aralashtirib yetarmi? Farzandlaring Xudoga qarshi gunoh sodir qilganlikdan ular tegishlik jazoga uchirdi. Lekin sen Xudoga intilsang, hammaga qodir Xudodan o'tinsang, pok, to'g'ri bo'lsang, Xudo qo'zg'ilib, sana shafqat qilib, yurt makoningni asliga keltirib, gullandirdi. Dastlabki ahvoling bayashot bo'lmisimu, keyin gullanasan. O'tmishda nemi ishlarning yuz berganligini o'yla. Ajdodlarning tajribalarini tadqiq qil. Xuddi biz tunugun tug'ilgandakla hech nimani bilmaymiz. Bu dunyodan xuddi soyidakla o'tib ketimiz. Nima uchun sen ota bovlaringning ta'lim berishiga, aql farosatlarini o'gitishiga yo'l qo'ymaysan? Sazliq bo'lmasa, yekan o'samdu. Qo'mush sudun ayrılalamdu. Qo'mush o'sgan taqdirdimu? Su bo'lmasa, o'rilmay turibla boshqa o't cho'plardan baldurla qurib ketidi. Xudoni untug'uchilarning oqibati mushu qo'mushqa o'xshash bo'ladi. Imonsizlar umidsizlik ichida vayron bo'ladi. Ularning ishinidig'ini qildek inchika o'mchuk to'ridir. Ular o'mchuk to'riga yo'lansa, o'mchuk to'ri ularni yo'lab turolmas. Boyliqqa tayansa, u tayancha bo'lolmas. Ular xuddi quyosh nurida baraqson o'sgan o'simlikdek bog'ni qoplaydi. Yıldızları taş dövülürge çirmişip, taşla ostidan o'rin alıdı. Lekin ular yulup taşlansa, xuddi o'sgan yeri ularni ko'midiq degandek, ular mavjud bo'lmagandek bo'ludi. Mana imonsizlarning ömürlük xushalliqi shundoq oxirlashidi. Ularning o'rnini boshqalar egilaydi. Barhaq, Xudo durust odamlarni tashlamaydi, razillarni yo'limaydi. Parvardigor sening og'zingni kulkidan yepilmas qilib etadi. Shodliqing üzülmaydi. Sana nefretlengenler nomusda kalıdı. Razillerinin çedirleri veyran boludu.